Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayibona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz orttirilgan nogironlik haqida suhbatlashamiz. Orttirilgan nogironlik qachon bo'ladi? Qachon orttirilgan nogironlik bo'ladi? Shu mabodo avariya bo'lgan bo'lsa, tom bosgan bo'lsa, suvga sakragan bo'lsa, shu holatlarda orttirilgan nogironlik asoratlari qoladi. Suvga sakraganda ham, tom bosganda ham va avariya bo'lgan holatlarda ko'plab shunaqa bemorlar uchraydi. Mani ko'kragimdan pasim hech nima sezmaydi. Mani ko'kragimdan pasim ishlamaydi. Harakati yo'q. Hech nima sezmayman. Hattoki toratga chiqqanim ham sezmayman degan bemorlar ko'plab uchraydi. Shunaqa bemorlar uchraydi, hattoki og'ziga ovqat solmasangiz, ovqatni yeyishni ham his qilmaydigan, ovqat yeyman, och bo'ldim deb so'ramaydigan ham bemorlar uchraydi-da. Kamdan kam holatda shu ovqat yeyman, ichim och bo'ldi deb o'zi so'rab talab qiladigan bemorlar kam. Bunaqa orttirilgan nogironlik bo'lgan bemorlarda, bizga uchragan bemorlarda shunaqa ahvol jiddiy holatlarda murojaat qilishadi. Bunaqa holatda Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, siruplarimiz yordamida 3 sutkadan keyin sekin-sekin harakatlanishi boshlaydi. Harakatlanmagan qo'l oyoqlar harakatga kelib boshlaydi sekin-sekin. Va 3 sutkadan keyin sekin-sekin sezish paydo bo'lib boshlaydi Allohning qudrati ila. Avvalo Alloh qalaversa sababchimiz. 3-4 kursda yaxshi bo'lib ketasiz butunlay degan bemorlarimiz hattoki ixlos bilan bizning tabiiy giyohlarimizni, siruplarimizni iste'mol qilgan bemorlarimiz, malhamlarimizni iste'mol qilgan bemorlarimiz 3 sutkadan keyin harakatga kelishni va sezgi organlari uyg'onishni boshlaydi. Mana bel o'mirtqalarida utilib ketgan nerv tomirlar qayta diklanishni boshlaydi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh qalaversa sababchimiz. Qanchadan qancha bemorlarimiz davolanib shifo topolmadim. Hattoki jarrohlik yo'li qo'llatganman, belimga temir qo'ydirganman, bel o'mirtqamga temir qo'ydirganman, plastik qo'ydirganman, oyog'imga temir qo'ydirganman, oyog'imga plastik qo'ydirganman degan qanchadan qancha bemorlar murojaat qiladi bizga. Bizda lechina olgan bemorlarimiz shu 3-4 kurs deganimiz ham Allohning qudrati ila ixlos bilan ichinglar, ixlos bilan ishlatinglar. Malhamlarimizni, giyohlarimizni, siruplarimizni ixlos qilsanglar, ixlos qilib ichsanglar, Xudo xolasa 3 sutkadan keyin rezultatni ko'rib borasizlar deb bemorlarga bizga murojaat qilgan paytida aytamiz. Shu aytganimizdek qilgan bemorlar biz aytgan vaqtda va aytgan vaqtimizdan sal oldinroq o'sha harakatimni sezdim deb qo'ng'iroq qilib, murojaat qilib, minnatdorchiliklarini bildirib turadi. Biz ham shu bemorlarimizda xursand bo'lib bo'ladi, o'zgarishlar bo'lganini eshitadigan bo'lsak, kechalari uxlamasdan giyohlarni, siruplarni, marhamlarni ishlaganlarimiz, hordiqlarimiz chiqib, esimizdan chiqib, xursand bo'lib, sog'lom tetik odamdek bo'lib yuramiz. Allohga beadad hamdu bo'lsin deymiz. Allohimga ming bora shukr. Mana 1-oktyabrda 31 yilga qaradi ish faoliyatimiz. Allohga shukr, ish faoliyatimiz davomida qancha minglagan bemorlarni sog'ayganini, minnatdorchiligini eshitganmiz. Qanchadan qancha bemorlarimiz sog'ayib, mana podarka qilib, haj ziyoratlarini, umra ziyoratlarini hadya qilganlar. Biz hech qanday bemorlardan talab ham qilmaymiz, shart ham qo'ymaymiz, aytmaymiz ham. O'zlari ko'nglidan chiqargan insonlar, hojiona sizga mana katta hajga to'lov qilaman, sizga umraga to'lov qilaman degan bemorlar ko'plab uchraydi. Mana Allohga shukr.
shu yil ham katta hajga bitta bemorimiz to'lov qildilar. Man u bemorimdan iltimos qildim, agar rozi bo'lsangiz, man Nur Aziz bobomizni, Nur otamizni masjidlari eskirgan, yangidan solamiz. Shunga qo'shsam, siz ham hissangiz qo'shilgan bo'ladi desam, mayli dedi. Mana masjidga ishlatdik. Mana dekabr oyida Xudo xolasa yana bitta bemorim sog'aygani uchun umra ziyoratiga to'lov qilib berdi. Buni ham masjidga ishlatay desam, yo'q. Bunga borib menga Allohning uyida tilak qilib kelasiz, mani tilab kelasiz dedi. Mayli dedim. Xudo xolasa Alloh yor bo'lsa, nasibamiz bo'lsa, borib kelamiz Xudo xolasa. Shunaqa qilib bemorlarimizga Allohim o'zi shifosini bersin. Dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat biz aytgandek qilib giyohlarni, sirop, malhamlarni o'z vaqtida iste'mol qilsalar kifoya bemorlarimiz. Allohim darmonini berib qo'yibdi. Faqat aytgandek qilib o'rnida ishlatsalar bemorlar butunlay sog'ayib, sog'lom insonlar qatorida o'zimizni O'zbekistonda, chet ellarda ham ishlab, o'qib, chet ellarda ham ishlab yurgan bemorlarimiz bor. Allohimma behisob shukr bo'lsin, o'ziga hamd va sano bo'lsin deyman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar.